Qizlar, yigitim menga 14-fevralga gul sovg'a qildi. Ey, 14-fevral Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizning tavallud kunlari. Ana uni sovg'a berayotgan yigit yo'q, o'shanga vatanparvar yo'q bo'libdi bu. Qizlar, menga Zafar akam bizadan bilan shampun sovg'a qildilar. Sen senga sovg'a qilmagan, u prosta olib bergan 14 ga to'g'ri kelib qolgan. Sosiqcham. Qayta aytyapsan-ya? Jamshid akam sevishganlar kuniga Hiltonga aylantirib kelaman dedilar. Wow, Hilton. O'zi buni yigit yo'q, ko'chaga chiqib domla atrofida aylab qaytib keladi o'zi. Endi qayerga boraman? Ketdim ko'chani bir aylanib kelaman. Ana. Hozir yigiti borda o'zini ko'rsatib stories qo'yadi. Thank you, Moymir deb yozaman. Nahotki o'sha kunlar keldi. Baloma bu Telegramdan video vizifada onasi bilan o'sha yig'ishtiribdi hozir. Nanajon qarang, ana men o'tiribman, kitob o'qib, darsimni qilib. Qizlar, kvartiraga tarakandori olib keldim. Nima? Tarakandori. Bizani o'ldirishmoqchi. Hayotda umidlarim katta. Bitta urg'ochi tarakand topdim sevishimdan. Ey, vahima qilma ey. Hozir sansut bilan qolib ketadan shu bo'lmaydi, qarab tur. Yaxshi olib kelibsan, pollaga surtib qo'y. Men olib keldim, sizlar surtinglar. Bizdan qo'limiz tasiydi, o'zing sur. Bo'lmasa menga nima kerak? Aytdim-ku senga. Zarda qilma. Qizlar, qaranglar, yigitim 14-fevralga mushugani sovg'a qildi, biroqmi? Mushukcha! Voy, pishakcha! Pishak deydimi? Mushuk nima quvvatda beradi? Bilmadim, o'rtoq. Vasyo qizlar lubimchiga bo'laman deb urinma. Bu yoqda bizdan aytganimiz bo'ladi. Musorlar tiklanmaysan, idishdan yalamaysan, tushundingmi? Bizga qaror biza beradi. Bundaka biroz miyoysiz. Qurilataman lekin, ey. Yomon quriladi. Bir marta kalamush keldi shuni. Seryozni bil. Vasyo. Bu pishagingga kecha qolgan anqotimiz bor edi-ku, o'shani ber yesin. Yo'q, bu mushukchani maxsus ovqati bor, o'shani yeydi. Yo'q, o'zi bitta rotin pishirsa 3 kun yeydi. Bunga maxsus ovqat bor ekan. Erkalanmi? Abid qilamiz bitta. Alo, Suruch aka, sovg'a qilgan mushugingizni yo'qotib qo'ydim. Hech qayerda yo'q, hamma joyni qidirib chiqdim. Ha, tashlab keldingmi? Cho'lga tashlab kelib, umuman qaytib kelmaydi. Yo'qolib ketsin, biz ovqat yeydi o'zicha.